Qizlarjonlar bizga har xil organayzerlardan paftor kelyapti. Mana shunaqa o'zi ochiqligidan ham mavjud. 25 ming so'm narxlari bilasizlar, bular oldin 45 ming sotilgan, hozir 25 ming so'm qilib qo'ydim. Bunda nimalar qo'ysalaringiz bo'ladi? Bemalol ro'mollaringizni terib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Endi yoz oyida ochiq joyga tursa yaxshiroq deb o'ylayman, bu mening fikrim. Xohlasangiz chaqaloqchalaringiz narsachasini, xohlasangiz chaqaloqchalaringiz pamperchalarini chiroyli qilib terib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Xullas, hamma narsaga to'g'ri keladi. Eng qizig'i, shkafchiklarga zo'r turadi, akkuratniy turadi. Shuni ko'rasizlar, ustiga nima? Ship olib ishlatasizlar. Ship ham zo'r buni. Xullas, bizga mana shunaqa yana organayzerlardan kelgan, bular sunduq deyiladi. Narxlari 35 ming so'm. Buni bemalol o'yinchoq uchun mishoq qilib ishlatsalaringiz ham bo'ladi. Elida qishki narsalarni yig'ib qo'yish uchun, yozgi narsalaringizni yig'ib qo'yish uchun juda ham akkuratni turadigan va chiroyli turadigan sunduqlarimiz. Buni narxi 35 ming so'm. Mana shunaqa 100 litrligining narxi esa atiga 49 ming so'mdan. Bemalol kelib, uchala filialimizdan ham xarid qilib ketishingiz mumkin. Ranglari turlicha bo'ladi. O'zlaringizning mebellaringizga mos qilib ketishlaringiz mumkin. Xullas, barchangizni kutib qolamiz. Kela olmaydiganlar uchun albatta dastavka xizmatlarimizdan mavjud.